Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlarimiz. Yangi qurilgan bino bo'ladi. Novostroyka deymiz. Mana bu podyezdimiz 5 ta xonadon mavjud ekan. Liftimiz bor. Hozircha ishlamayapti. Chunki odamlar ko'pchilik ta'mirini boshlagan, g'isht, simonkalarni tashib liftimizni buzib qo'yishlari mumkin. Xo'p, shu eshikdan kirib kelamiz. Yangi ta'mir, yangi jihozlar. 3 ta xonaga bo'lingan ekan, 65 kvadrat, 62 ming dollar deyaptilar narxini. Hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Prixojini mebel qilgan ekanlar va to'g'rimizda hop, prixojinni shkaflarni katta qilib yasab qo'yibdilar. Mana shunday aylanib, ikkita sanuzilimiz joylashgan, alohida bo'ladi va o'ng tarafda xonalarimiz joylashgan ekan. Hojatxonamiz mana to'liq kafilda, yaxshi. Hop, bu tarafda xonalarimiz joylashgan. Va yuvinish xonamizni ko'ramiz. Yuvinish xonamiz ham yaxshigina, kattagina ekan. Xo'p. Mana shu o'rtada xolchamiz bo'ladi. Trimocha qo'yganlar. Oynalik, yaxshi narsa bu. Va xonalarimiz, mehmonxonamiz, oshxonamiz, kattalar yotoqxonasi. Bu yoqda maydalar, bolalar yotoqxonasini qilib qo'yibdilar. Buni bitta bolajonimiz uchun sharoit qilib bersak bo'ladi yoki kabinet qilib ishlatsak bo'ladi. Krashinni yaxshi eshiklarni qo'yibdilar va kattalar yotoqxonasi. Xo'p, radiatorlar bor. Mana televizor hamda kerakli mebellarimiz bor ekan. Radiator bo'lmagan joyda tepli pol ketgan ekan. Asosan sanuzil hamda koridorlarga tepli pol bo'ladi. Va mehmonxonamiz eng katta xonamiz shu ekan. Televizorimiz bor, katta yo'l, ko'cha yo'l bo'yiga joylashgan. 2 qavatli oynamiz, akvaplast. Hop. Hozir oshxonamizni ko'ramiz. Oshxonadan tashqarini ko'rsatib o'taman. Va oshxonamizda hamma narsamiz tayyor ekan. Mana xolodilnik, kir yuvish mashinasi, moyka, plita, bitishkalarimiz bor ekan. Hop, high-tech uslubdagi zamonaviy mebel ta'mirlari. Mana shu katta ko'chamiz. Mana shu ko'chadan 50 metr borganda hozirgi Rudaki ko'chasiga chiqamiz. Eski Titova deydi. Mana shu yoqda, shunday yaqiniga 30 qavatli Brilliant City degan binomiz qurilyapti. Mana shunaqa variantimiz sotuvga chiqdi, hurmatli do'stlar. 4-qavatda bo'ladi. O'zi binomiz 9 qavatlik, pishirishdan qilingan yangi donlar. Telefonimiz o'chirib qo'yamiz. 4-qavatida 3 xonali qilib qo'yibdilar. 65 kvadrat umumiy maydoni, 62 ming deyaptilar. Savdosi albatta bo'ladi. Qiziqqanlar zudlik bilan pastdagi nomerlarga aloqa qilamiz.